Salom hurmatli kanalimiz obunachilari va bugungi videomizni tomosha qilayotgan har bir aziz vatandosh. Bugun men sizlarga shunday bir muhim ma'lumotni yetkazmoqchimanki, bu har biringizga istisnosiz tegishli. Hukumat tomonidan berilgan jiddiy ogohlantirishga ko'ra, 2026 yil aprel oyiga qadar har bir fuqaro bilishi va amal qilishi shart bo'lgan ba'zi o'zgarishlar bor. Agar siz bu ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirsangiz, kelajakda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu davlat xizmatlaridan foydalanishdan tortib shaxsiy moliyaviy ishlaringizgacha ta'sir qiladigan fundamental o'zgarishlar. Shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotlar millionlab insonlarning hayotini o'zgartirishi mumkin. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Oldinlari bizning shaxsiy hujjatlarimiz, masalan, pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi, tug'ilish haqidagi guvohnoma kabi har biri alohida hujjatlar edi va ular turli idoralar tomonidan berilardi. Har bir hujjatning o'z muddati va o'ziga xos talablari bor edi. Masalan, pasportni olish uchun pasport stoliga borardik. Haydovchilik guvohnomasini IIBBga murojaat qilib olardik. Kadastr hujjatlari uchun kadastr idorasiga qatnar edik. Bu jarayonlar ko'pincha qog'ozbozlik, navbatlar va turli idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvining qiyinligi bilan kechar edi. Ba'zan bir ma'lumotni tasdiqlash uchun bir necha idoraga borishga majbur bo'lardik. Bu esa vaqt va asabimizni ancha sarflardi. Ko'p hollarda eskirgan ma'lumotlar yoki hujjatlarda yuzaga keladigan kichik xatolar ham katta muammolarga sabab bo'lib, jarayonlarni cho'zib yuborardi. Misol uchun, shaxsiy ma'lumotlaringizda bir harfning noto'g'ri yozilgani sababli bankda hisob ochish, ipoteka olish yoki hatto pensiya pulini olishda ham qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatning so'nggi qarorlariga ko'ra, 2026 yil aprel oyidan boshlab yangi yagona raqamli shaxsiy guvohnoma IRSG tizimi to'liq ishga tushadi. Bu tizim sizning barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni, jumladan pasport ID karta, soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, ijtimoiy himoya raqami, haydovchilik guvohnomasi ma'lumotlarini bitta xavfsiz raqamli platformada birlashtiradi. Bu nafaqat qulaylik, balki davlat xizmatlarining shaffofligi va tezligini oshirishga qaratilgan global tendensiyaning bir qismidir. Maqsad fuqarolarga davlat bilan o'zaro munosabatda bo'lishni maksimal darajada soddalashtirish, qog'ozbozlikni yo'q qilish va korrupsiyaga qarshi samarali kurashish. Bunday tizim xalqaro standartlarga mos keladi va ko'plab rivojlangan mamlakatlarda allaqachon muvaffaqiyatli tatbiq etilgan. Endi siz bitta raqamli guvohnoma orqali barcha davlat xizmatlaridan foydalana olasiz. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yanada xavfsiz himoya qilish imkonini beradi va hujjatlarni yo'qotish yoki qalbakilashtirish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu yangi tizim davlat va fuqaro o'rtasidagi munosabatlarda butunlay yangi davrni boshlab beradi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimga bu unchalik tegishli emas? Demak, nimalarni bilishingiz kerak? 2026 yil aprel oyiga qadar har bir O'zbekiston fuqarosi yoshi va maqomidan qat'iy nazar o'zining mavjud hujjatlarini yangi yagona raqamli shaxsiy guvohnoma IRSG tizimiga kiritishi yoki yangi formatdagi ID kartasini olish shart. Agar sizda hali eski turdagi pasportlar yoki ID kartalari mavjud bo'lsa, ularni almashtirish zarur. Bu yangi tizim sizning biometrik ma'lumotlaringizni, barmoq izi, yuz surati, shuningdek shaxsiy identifikatsiya raqamingizni o'z ichiga oladi. Aslini olganda, bu sizning barcha shaxsiy ma'lumotlaringizning raqamli pasporti desa ham bo'ladi. Bu guvohnoma yordamida siz bank xizmatlaridan tortib, davlat xizmatlarigacha, soliq to'lashdan tortib, davlat imtiyozlarini olishgacha barcha operatsiyalarni amalga oshira olasiz. Bu nafaqat sizning qulayligingizni oshiradi, balki davlat organlari uchun ham fuqarolar bilan ishlash jarayonlarini sezilarli darajada optimallashtiradi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Avvalo, eski namunadagi pasport yoki ID kartaga ega bo'lgan barcha fuqarolar xavotirlanishi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz 2026 yil aprel oyidan oldin tugasa yoki sizda hali ham eski namunadagi biometrik pasport bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Xususan 6 yoshdan oshgan keksa fuqarolarimiz, qishloq joylarda yashovchi va internetdan foydalanish imkoniyati cheklangan shaxslar ko'proq e'tiborli bo'lishlari lozim. Chunki ular uchun raqamli tizimga moslashish qiyinroq kechishi mumkin.
Bundan tashqari, hozirda chet elda yashovchi fuqarolarimiz ham bu yangilikdan bexabar qolmasliklari kerak. Chunki ular ham yurtga qaytganlarida yoki konsullik xizmatlaridan foydalanganlarida yangi tizim talablariga duch kelishadi. Tadbirkorlar, haydovchilar va davlat xizmatlaridan muntazam foydalanuvchilar ham ushbu o'zgarishlarga tezda moslashishlari kerak bo'ladi. Chunki yangi hujjatlarsiz ularning faoliyati cheklanishi mumkin. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin. Agar sizning ID kartangiz allaqachon yangi namunadagi bo'lsa va uning amal qilish muddati 2026 yil apreldan keyin tugasa, hozircha siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Sizning ma'lumotlaringiz avtomatik ravishda yangi tizimga integratsiya qilinadi. Shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun VRZ avtomatik tarzda shakllantiriladi. Shuning uchun ularning ota-onalari faqat tug'ilish haqidagi guvohnomani olishlari kifoya. Chet el fuqarolari va O'zbekistonda doimiy yashash uchun ruxsatnomasi bor shaxslarga ham bu o'zgarishlar bevosita ta'sir qilmaydi. Chunki bu tizim asosan O'zbekiston fuqarolari uchun mo'ljallangan. Ammo ular ham kelajakda davlat xizmatlaridan foydalanishda yangi tizimning ba'zi afzalliklaridan foydalanishlari mumkinligini unutmaslik lozim. Bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Pensiyada bo'lgan Aziza opa. Aziza opa Oltintaqa yoshda Toshkent shahrida yashaydi. Uning eski namunadagi pasportining muddati 2025 yil dekabr oyida tugaydi. Agar Aziza opa 2026 yil aprel oyiga qadar yangi ID karta olmasa, uning pensiya to'lovlari to'xtatib turilishi mumkin. Chunki pensiya tizimi ham yangi raqamli guvohnoma bilan integratsiya qilinadi. Bu Aziza opa uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Chunki u nafaqasiz qolishi mumkin. O'zbekistonda hozirda 3.5 milliondan ortiq nafaqaxo'r bor va ularning qariyb 30% hali ham eski namunadagi pasportlarga ega. Agar bu fuqarolarning barchasi o'z vaqtida hujjatlarini yangilamasa, tizimda katta tiqilinchlar yuzaga kelishi va minglab insonlar pensiya olishda jiddiy kechikishlarga duch kelishi mumkin. Aytaylik, har bir kechikish o'rtacha 2-3 hafta davom etsa, bu minglab oilalar uchun moliyaviy barqarorlikning buzilishi degani. Misol 2. Tadbirkor Alisher aka. Alisher aka kichik biznes egasi, avtomobil ehtiyot qismlari do'konini boshqaradi. U soliq to'lovlarini to'lash, litsenziyalarni yangilash va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanish uchun doimiy ravishda elektron hukumat portali orqali ishlaydi. Uning biometrik pasportining muddati 2026 yil mart oyida tugaydi. Agar Alisher aka yangi ID kartasini olmasa, 2026 yil aprel oyidan boshlab u elektron portaldagi shaxsiy kabinetiga kira olmaydi. Bu degani u soliq hisobotlarini topshira olmaydi. Yangi litsenziya ola olmaydi. Va hatto bank hisob varaqlarida operatsiyalarni amalga oshirishda muammolarga duch kelishi mumkin. Natijada uning biznesi faoliyati to'xtab qolishi yoki katta jarimalar to'lashi kerak bo'lishi mumkin. O'zbekistonda 500 mingdan ortiq kichik biznes subyektlari mavjud bo'lib, ularning taxminan 20 hali ham eski namunadagi hujjatlar bilan ishlaydi. Bu holatda har bir kechiktirilgan hujjat yangilash ishi kuniga o'rtacha 500 ming so'mgacha zarar keltirishi mumkin. Chunki biznes jarayonlari sekinlashadi yoki to'xtaydi. Misol 3. Talaba Dilnoza. Dilnoza universitetda o'qiydi va chet elda o'qishni davom ettirish uchun stipendiya dasturida ishtirok etishni rejalashtirmoqda. Uning ID kartasi eski namunadagi va amal qilish muddati 2026 yil avgust oyida tugaydi. Stipendiya uchun hujjatlarni topshirish muddati 2026 yil may oyida. Agar Dilnoza o'z vaqtida yangi ID kartasini olmasa, u stipendiya dasturiga hujjat topshira olmaydi. Chunki ko'plab xalqaro dasturlar uchun yangi raqamli tizimga mos keluvchi hujjatlar talab qilinadi. Bu uning ta'lim va karyerasi uchun jiddiy imkoniyatni boy berishiga olib keladi. Har yili 20 mingdan ortiq yoshlar xalqaro dasturlarda ishtirok etishga intiladi. Va ularning taxminan 15 hujjat masalalari tufayli bu imkoniyatlardan mahrum bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki kelajak eshiklarini ochuvchi kalitdir. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar. Tuzoqlar va ko'zdan kechirilmagan nozik jihatlar. Hukumatning yangi yagona raqamli shaxsiy guvohnoma tizimiga o'tish jarayonida bir qator istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Bularni bilish sizni keraksiz tashvishlardan xalos etish yoki aksincha qo'shimcha choralar ko'rishga undashi mumkin. Istisnolar. Nogironligi bor shaxslar uchun, jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarimiz, ayniqsa mustaqil ravishda davlat xizmatlari markazlariga bora olmaydiganlar uchun maxsus mexanizmlar nazarda tutilgan.
Bunday holatlarda ular uchun uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratilgan. Ya'ni davlat xizmatlari markazlarining mas'ul xodimlari ularning yashash joylariga borib hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Buning uchun mahalliy hokimliklar yoki davlat xizmatlari markazining ishonch telefoniga murojaat qilish kifoya. Bu harakatlar o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Fuqaroning yoki uning yaqinlarining faolligi talab etiladi. Uzoq hududlarda yashovchilar uchun, chekka qishloqlar va tog'li hududlarda yashovchi aholi uchun ko'chma davlat xizmatlari markazlari tashkil etiladi. Bu ko'chma markazlar ma'lum bir jadval bo'yicha hududlarni aylanib chiqib, shu joydagi fuqarolarga IRSG'ni rasmiylashtirishda yordam beradi. Bu jadvalni mahalliy ommaviy axborot vositalari, mahalliy hokimliklar va DSM saytlari orqali kuzatib borish mumkin. Bu kabi ko'chma punktlar yiliga o'rtacha 500 mingdan ortiq fuqaroga xizmat ko'rsatish kutilmoqda. Voyaga yetmaganlar, bolalar uchun IRSG ularning ota-onalari yoki qonuniy vakillari tomonidan rasmiylashtiriladi. 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning ID kartalari 10 yil muddatga beriladi. 16 yoshdan oshgan, ammo 12 yoshga to'lmagan yoshlarga esa 2 yil muddatga, 12 yoshga to'lganda esa yangi 10 yillik ID karta beriladi. Bu tartib bolalarning jismoniy o'zgarishlari va biometrik ma'lumotlarning yangilanishini hisobga olgan holda joriy qilingan. Tuzoqlar va ko'zdan kechirilmagan nozik jihatlar, firibgarlik xavfi. Har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga hujjatlaringizni tezda yangilab berish yoki qo'shimcha haq evaziga navbatsiz xizmat ko'rsatishni taklif qiladigan soxta tashkilotlar yoki shaxslardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy ma'lumotlarni faqat davlat xizmatlari markazlari, ABB migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MAY orqali oling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum veb saytlarga yoki telefon orqali begona shaxslarga bermang. So'nggi 6 oyda davlat hujjatlari bilan bog'liq 200 dan ortiq firibgarlik holati qayd etilgan bo'lib, umumiy zarar 2 milliard so'mdan oshgan. Ma'lumotlar xavfsizligi: yangi tizimda barcha shaxsiy ma'lumotlaringiz raqamli bazada saqlanadi. Bu ma'lumotlarning xavfsizligi hukumat tomonidan yuqori darajada ta'minlanadi. Lekin siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz kerak. IRSG'ni hech kimga bermang. Parollaringizni maxfiy tuting. Har qanday shubhali faoliyat haqida darhol tegishli organlarga xabar bering. Ma'lumotlar bazasi himoyasi uchun o'ch-bosqinchi shifrlash tizimi va muntazam xavfsizlik auditi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tizimdagi uzilishlar, tizim ishga tushirilgan dastlabki oylarda texnik nosozliklar, internet uzilishlari yoki server yuklamalari tufayli qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu normal holat. Shuning uchun hujjatlarni yangilashni oxirgi muddatga qoldirmasdan imkon qadar oldinroq bajarish tavsiya etiladi. Oldindan rejalashtirish sizni ortiqcha stress va kechikishlardan qutqaradi. Chet elda yashovchi fuqarolar O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik idoralari orqali IRSG'ni rasmiylashtirish mumkin. Biroq bu jarayon biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Chet elda bo'lgan fuqarolar o'zlariga eng yaqin konsullik idorasiga murojaat qilishlari va ularning saytlaridagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqishlari kerak. Konsulliklar odatda yiliga 10 mingdan ortiq fuqaroga xizmat ko'rsatadi. Ammo bu yangilik yuklamani 2 barobar oshirishi kutilmoqda. Boshqa tizimlar bilan integratsiya, IRSG nafaqat davlat xizmatlari, balki banklar, mobil aloqa operatorlari, tibbiyot muassasalari, notariuslar va hatto ba'zi xususiy kompaniyalar uchun ham majburiy identifikatsiya vositasi bo'ladi. Masalan, bankda hisob ochish, SIM karta sotib olish, notariusda hujjat rasmiylashtirish, poliklinikada ro'yxatdan o'tish uchun ham yangi ID karta talab qilinishi mumkin. Shu sababli uning ahamiyati davlat bilan bo'lgan munosabatlardan ancha kengdir. Yo'qolgan hujjatni tiklash. Agar IRSD yo'qolib qolsa, uni tiklash jarayoni ancha soddalashtirilgan. Siz davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz va ma'lum bir to'lovni amalga oshirish orqali yangi guvohnomani olishingiz mumkin. Eski tizimda bu ancha murakkab va vaqt talab qiluvchi jarayon edi. Yangi tizimda yo'qolgan hujjatni tiklash muddati 3 ish kundan oshmaydi. Xulosa qilib aytganda, yangi tizim ko'plab qulayliklar yaratish bilan birga fuqarolardan ham ma'lum darajada faollik va mas'uliyatni talab qiladi. Barcha ma'lumotlarni rasmiy manbalardan olib, harakatlaringizni oxirgi muddatga qoldirmang. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar,
Men sizga bu jarayonni iloji boricha sodda va tushunarli qilish uchun aniq amaliy qadamlarni taqdim etaman. Bu qadamlarga rioya qilsangiz, siz 2026 yil aprel oyiga qadar hech qanday muammosiz yangi tizimga o'tishga ulgurasiz. İlk qadam, mavjud hujjatlaringizni tekshiring. Avvalo o'zingizning pasportingiz yoki mavjud ID kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar uning amal qilish muddati 2026 yil aprel oyidan oldin tugasa yoki sizda hali ham eski namunadagi qizil pasport bo'lsa, siz albatta yangi ID karta olishingiz shart. Hatto muddat tugashiga bir necha oy qolgan bo'lsa ham. Jarayonni hozirdanoq boshlash tavsiya etiladi. Misol uchun, mening qo'shnimning pasporti 2025 yil dekabrida tugardi. U muddat tugashidan 6 oy avval hujjat topshirdi va hech qanday shoshilishlarsiz osoyishta yangi ID karta oldi. Ikki qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Yangi ID karta olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mavjud pasport yoki ID karta. Tug'ilish haqidagi guvohnoma faqat bolalar uchun yoki dastlabki ID karta olishda. Nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, ilgari olgan ID karta agar mavjud bo'lsa. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya, summa fili yanvar 2024 yil holatiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining kamida o'qibarini, ya'ni 300 ming so'm atrofida, ammo bu summa o'zgarishi mumkin. Shu sababli aniq summani DXMdan aniqlashtiring. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari tayyor bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, ariza berish usulini tanlang. Sizning oldingizda bir nechta variant bor. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng keng tarqalgan va qulay usul. Siz o'zingizga yaqin bo'lgan DXMga borib joyida ariza topshirishingiz mumkin. Ko'pgina DXMlarda elektron navbat tizimi mavjud. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Agar siz internetdan foydalanishni bilsangiz, onlayn tarzda ham ariza topshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa band bo'lgan insonlar uchun juda qulay. Lekin biometrik ma'lumotlarni topshirish uchun baribir DXMga borish kerak bo'ladi. Chet elda yashovchilar uchun O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklari orqali murojaat qilish mumkin. Ular orqali ariza topshirish tartibi va muddati haqida konsullik saytlaridan ma'lumot olishingizni so'rayman. 4 qadam, ro'yxatdan o'tish yoki navbatga yozilish. Ba'zi DXMlarda navbatlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Shu sababli my.gov. Uz orqali oldindan elektron navbatga yozilish tavsiya etiladi. Bu sizga belgilangan vaqtda borib navbatsiz hujjat topshirish imkonini beradi. Odatda onlayn ro'yxatdan o'tish orqali kutish vaqti 10 daqiqadan oshmaydi. 5 qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yuqorida aytganimdek, firibgarlar bu jarayondan foydalanishga urinishi mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang. Hujjatlaringizni tezlashtirish yoki qo'shimcha xizmat evaziga pul so'raydigan har qanday taklifdan shubhalaning. Rasmiy xizmatlar faqat davlat organlari orqali ko'rsatiladi. 6 qadam, jarayonni oxirgi muddatga qoldirmang. 2026 yil aprel oyiga qadar hali vaqt bor deb o'ylamang. Millionlab fuqarolar hujjatlarini yangilash kerak bo'ladi. Bu esa DXMlarda katta navbatlar va yuklamalarni keltirib chiqarishi mumkin. O'rtacha ID karta berish muddati 10 ish kunini tashkil etadi. Ammo agar siz oxirgi oyda murojaat qilsangiz, bu muddat sezilarli darajada oshishi mumkin. O'zingizni va yaqinlaringizni keraksiz stressdan asrang. 7 qadam. Muammolar yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Agar sizda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida qandaydir muammolar, tushunmovchiliklar yoki noroziliklar yuzaga kelsa, Davlat xizmatlari agentligining ishonch telefoniga 1098 murojaat qiling yoki my.gov.uz portalidagi murojaatlar bo'limi orqali shikoyat yozishingiz mumkin. Sizning murojaatingiz albatta ko'rib chiqiladi. 8 qadam, xarajatlar. Yangi ID karta olish uchun davlat boji mavjud. Bu to'lov davlat xizmatlarining taqdim etilishi uchun majburiydir. To'lovni DXMlar orqali, banklar orqali yoki elektron to'lov tizimlari, masalan, Paynet, Click, Payme orqali amalga oshirishingiz mumkin. Ba'zi hollarda agar siz tezlashtirilgan xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, masalan, 3 ish kuni ichida hujjat olish, qo'shimcha to'lovlar ham bo'lishi mumkin. Lekin bu majburiy emas. Shunchaki qo'shimcha qulaylikdir. Xulosa va yakuniy chaqiruv. Aziz tomoshabinlar, bugun biz O'zbekiston hukumatining 2026 yil aprel oyiga qadar joriy etilishi kutilayotgan yagona raqamli shaxsiy guvohnoma tizimi haqidagi muhim ogohlantirishni batafsil ko'rib chiqdik. Bu shunchaki yangi qoida emas. Balki davlatimizning raqamli kelajakka intilishi
va har bir fuqaroning hayotini sezilarli darajada soddalashtirishga qaratilgan ulkan qadamdir. Sizning eski hujjatlaringizni yangi ID kartaga almashtirish zarati juda muhim ekanligini aks holda pensiya olishdan tortib, biznes yuritishgacha bo'lgan ko'plab jarayonlarda muammolarga duch kelishingiz mumkinligini anglab yetdingiz degan umiddaman. Unutmang, eng yaxshi strategiya bu oldindan tayyorgarlik ko'rishdir. Hujjatlaringizni tekshiring, kerakli ma'lumotlarni yig'ing va jarayonni oxirgi muddatga qoldirmasdan imkon qadar tezroq boshlang. O'zingizni va yaqinlaringizni keraksiz qiyinchiliklardan asrang. Hukumat sizga bu jarayonda yordam berishga tayyor. Ammo sizning faolligingiz ham zarur. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni va o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va keyingi videolarimizda ko'rishguncha.